Assalomu alaykum va rahmatulloh. Makkadagi Batxiy Quraysh ko'chasidagi Daniya mehmonxonasi. Daniya Abrashdaniya deyiladi. Abrashdaniya 1, 2, 3, 4, 5 ta binodan iborat. Ko'rinishi shu holatda. Mehmonxonaning pastki qismida shunaqangi o'zini do'konlari ham bor. Hozir mehmonxonani siz bilan ichga kirib ko'rsatamiz. Mehmonxonani kirish qismi. Kirish zali bu. Hop, oldi tomonida 3 ta lifti. Xuddi shuni orqa tomonida ham 3 ta lifti bor. Shu mehmonxonaning namozxonasi. Narigi tomonda xuddi shunaqa ayollarki bor. Bu esa mehmonxonaning oshxonasi hisoblanadi. Bu oshxonadan chiqishdagi orqa tomondagi o'sha lift 3 ta tomon. Old tomon 3 ta bo'lsa, orqada 2 ta bor. Bu xonalarimiz 4 kishilikdan bo'ladi. Qangi har kuni 14 dan keyin shunaqangi har bitta xonani nomerlab chiqadi. Hop, 1 dan boshlab 7 etaj hisoblanadi. Har bitta xona 4 kishilikdan. Bu tepani o'sha old tomondan chiqqan 3 ta lift. Shunaqasiga aylana qismda iborat mehmonxona. Bu eshik o'sha liftdan tusholmaydigan odam ko'payib ketsa tushadigan tomoni.